Assalomu alaykum muxlislarimiz. Mana qarang, quyonimizga biz juda chiroyli qilib atlas yozib qo'ydik. Savol berishibdi. Quyonim semirib ketdi, tug'mayapti deyishibdi. Bunaqa holat bizda ham bo'lib turadi. Sog'lom quyon mana hozir mana shu quyonimizda yaxshigina ortiqcha vazni bor. Ortiqcha vazn degani endi bilasizlar semizlik. Keyin mana qaranglar tullov ketyapti. Buni hozir agar tullovda bo'lsa dieta qildirish kerak emasda. Bu hozir o'zi immuniteti tushmasligi uchun tullov paytida hozir kerakli yetarli vitaminni berib turamiz. Tullov tugagandan keyin ozgina ozdirib qo'shsak, xudo xolisa yana ona quyon bo'ladi. Tullov paytida ham ushamaydi quyonlar. Mana bizda xuddi shunaqa holat bo'ldi, ushamadi. O'shaning uchun buni tullovini ozgina kutamiz, vitaminlashtiramiz. Keyin xudo xolisa qo'shsak ko'taradi. Hozirgi kunda men ham o'lchab o'zim qo'lim bilan bundoq ushab ko'rganimda ortiqcha tana vaznisi bor ekan. Endi nima qilamiz buni? Qo'shimcha ozgina sabzi olmalarimizni ko'paytirar ekanmiz. Sabzi olmalarimizni bersak, xudo xolisa ham tullovlardan chiqmasa, yana qo'shsak, xudo xolisa zo'r ona quyon bo'ladi yana xudo xolisa.